quvonchdan baxt tomon talpinar yurak. To'y tomosha albatta bu tinchlikdan, shodlikka to'ldiring bugun baxt ostonasini. Yashirmang qalblarda ne bo'lsa istak. Do'stiyor birlashing bo'ling bir bilak. Har mehmon azizsiz o'rningiz bo'lak. Dunyoda eng katta savobli ish nima? Bir yaxshi tilak, bir ezgu tilak. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan shunday onlarda yelkadosh turganimizdan biz ham juda mamnunmiz. O'z navbatida bugun aynan shirin tilaklar bilan shu to'yxonamizda alohida chiqish qilasar ekan, biz bundan mamnunmiz. Marhamat qilib, birin-ketin sizlarni tinglasak. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan mana shu 2 yoshning baxt kechasida o'tirar ekanmiz. Ularga baxt, saodat, insof, diyonat, baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, insofli kelinlar bo'lsin. Yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Hammalaring xush kelibsizlar. Mana shu Safar akaning qizlari baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin. Iloyim hamisha xursandchilikda ko'rishaylik. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Hammalaring kelganlaringga rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun Safar akaning xonadonida yana bir to'y, yana bir shodiyona. Safar akaning ajoyib qizlari bor. Hammamiz havas qilamiz. Ilohim baxtli bo'lsin. Hamma qizlari ham farzandlarining rohatini ko'rib yurish hamma ota-onaga nasib qilsin. Rahmat deymiz. Ko'pdan ko'p tashakkur. Sog' bo'lingizlar, mana shu chiroyli tilaklar o'zlaringizga ham hamroh bo'lsin deymiz. Endi mana shunday bir tilaklarimizni o'zi boshlanishi biz uchun juda yoqimli bo'ldi. O'ylaymizki, bunday tilak ko'plab mehmonlardan tilaklardan qarshi olamiz va ana shunday mehmonlarimiz bilan yanada bir go'zal lahzalarga guvoh bo'lamiz. Endi hozirgi tilak uchun esa bugun to'yga hamma jamul-jam bo'lgan yoni do'stlar, qo'ni-qo'shnilar, mahalla-ko'y, amma xolalar, qarindosh urug'lar. Keling, aynan mana shunday yaqinlarimiz bilan yana tilaklarni baland cho'qqisiga chiqib borsak. Hozirgi tilaklar uchun biz taklif etadigan mehmonlarimiz davramiz mikrofoni qarshisiga chorlaymiz. Yana mana shu kelinimizni ammalaridan hamda mana shu Safarali hoji bo'lamdi opa singillaridan demak e'lon qilamiz. Gulbozor opamizni hamda Rohat opamizni marhamat qilib endi mana shu ammalarni davraga chorlab, o'z-o'zidan bilib turibmizki, to'yxonamizda shu qo'shiqlarga ham navbat yaqinlashyapti. Demak, aynan mana shunday chiroyli daqiqalarga ammalarimizni, Gulbozorxon ammamizni hamda Rohatoyxon ammalarni chorlaymiz, tilaklarni aynan bular bilan birgalikda davom ettiramiz desak, aslo mubolag'a qilmaymiz. Ammajonlarni marhamat, birin-ketin kelaverasizlar. Endi to'ydek bo'lsin deydi xalqimiz. Har kimning o'z o'rni bor, har bir tilak o'ziga xos.